Yosh bola bo'lib shunaqa kubiklar o'ynash yoqtiraman deyman, hazillashsa bunaqa kubiklar yoqtirganman. Men bunaqa kubiklar yoqtiraman. Mana qaranglar, gigantskiligini. Hammaga salom do'stlar. Hammaga salom do'stlar. Onatim kompot. Men bugun yosh bolaman. Hazillashdim do'stlar, to'g'ri gapira qolay. Ha do'stlar, bugun men yosh bola bo'lib qoldim. Mana qaranglar, zo'rman. Bugun sizlar bilan 3 ta 4 ta zo'r narsa qilamiz. Ishda xona o'zi 4 tamida. Biz 4 ta xonani ichini bezatamiz, uy quramiz. Mana bu kanalimda video bor edi. Men semiz bo'lib 4 ta ichida uy quruvdim, ta'mirlovdim, bezatuvdim uy ichini. Bugun esa biz sizlar bilan kubik ichida narsalar quramiz. Kubik ichida narsalar quramiz. Mana qaranglar, 4 ta ekan. Men hozir kreativda, men juda ham xursandman. Yosh bolaga o'xshamayman shu kreativda bo'lganimda. Menda hozir qizil, sariq, ko'k, yashil ranglar bo'ladi. Mana shu hamma kubiklarning ichida xonani quraman. Do'stlar, unchalik zerikarli emas. Men har bitta xonani bir xil qilib qurmayman. Har bitta xonani birlashtiraman bir-biriga. Har xil qilib bittani uyga o'xshab quraman. Xonalar qilaman, bitta uy bo'ladi. Hammasi qurib bo'lgandan keyin xullas juda ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun video ko'rish oldidan like bosib qo'yinglar va obuna bosinglar. Mana eng zo'r rangni tanlab bo'lganman. Eng yorqin rangli demak boshlasa ham bo'ladi kreativdaman. Qaysidan boshlasak bo'lar ekan? Davay bo'lmasam qizildan boshlaymiz. Xullas men sizlarga keyinroq aytaman nimalar qurishimni. Xullas men vanna quraman, o'ynaydigan xona, oshxona, shunaqa narsalar quraman, yotoqxona quraman, yotishga. Mametga birlashtirib ketaverman, bir-bir xonasiga kirib ketaveramiz. Aytaman sizlarga, bu oddiygina xonalar bo'ladi. Bular esa katta uy bo'ladi. Mana bu yoqqa ish qo'yamiz, boshlaymiz. Oddiy 5 ta 5 blokka xona. Hammasi shunaqa. Birinchi bo'lib qizil, bu yoqqa chiqishga, ko'kdan chiqishga qo'yib qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Keyin birlashga bu yoqqa qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, bu yoqqa ochib qo'ysa ham bo'ladi xonani. Albatta, mana sariqqa ham ochib qo'yishimiz kerak. Keyin men eshikni olib kelaman, shunaqa rangli, keyin eshiklarni ham bu yoqqa qo'yib qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Yashil xonalar men o'yin uchun xona qo'ymoqchiman. Mazza qilib u gamerskiy xona qo'ymoqchiman o'yin uchun. Kompyuter o'ynab o'tiraman, keyin ishlab o'tiraman. Xo'p, bo'ldi, ana chiqish kirishlarni qo'yib qo'ydim endi. Bunaqa eshiklar olib keldim. Eshik emas, bu pardalar desam bo'ladi. Agar sizlar xohlasangiz, sizlar ham shunday qursanglar bo'ladi. Ketimdan qaytarsanglar bo'ladi. Do'stlar, Minecraftda ochib olib video ko'rib olgandan keyin men sizlarga hammasini o'rgatib chunki rostdan ham chiroyli chiqadi, chiroyli uy chiqadi. Bo'ldi, yashilga qo'yaman, eshikni sariq ham qo'yaman. Bo'ldi, ikkita parda yetar ekan. Menga iznalar olib chiqdim tepaga chiqish uchun. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu znani men eng tepasiga qo'ymoqchiman, baland qo'ymoqchiman. Bu znani mana oxirigacha, chunki o'zingizlar bilib olasiz, bitta narsa bo'ladi va tomda. Xullas o'zingizlar tushunib olasizlar. Endi hamma yo'lga mana shu znani qo'yib chiqishim kerak. Bu yoqqa ham qo'yamiz, lekin bu znani oxirigacha qo'yamiz chiroyliroq bo'lish uchun, chunki men xonaga kirishim kerak-ku. Kakras bo'ldi. Yashil xonaga ham qo'yamiz, albatta. Buni ham oxirigacha qilmayman yoki mana mashinada bo'ladi. Pardon, ochib bemalol kirsam ham bo'ladi. Bo'ldi, boshlaymiz bo'lmasa qizil xonadan hamma yoqqa zinalar qo'yib chiqdim. Aytganimda yotoqxona bo'ladi, uxlaydigan joy bo'ladi bu yerda. Oddiy kalavati bor men do'stlar. Bu yerda anaqa yosh bolalarning, chaqaloqlarning kalavati bo'ladi. Albatta yonida anaqa shkaf turish kerak, kubiklar turish kerak bu yerda. Kubiklar anaqa katta kubiklar bu yerda. Kichkina даже momentda kubiklar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Bu yoqqa nima qo'ymoqchi edim? Men oyna qo'ymoqchi edim. O'zimga qarab yurishdim endi kompotga, yosh bola kompotga qarab yurishdim. Bu yerda juda ham zo'r o'rdak bor do'stlar, kerak emas. Mana hajmda bo'ldi, ikkita nechta oyna qo'ysam ekan bu yerda. Uncha ko'p oyna qo'ya olmayman bu yerda, chunki uxlaydigan joy baribir ikkita oyna yetsa kerak deb o'ylayman. Bitta eshik ham bor u darja. Lekin menga pardalar yoqmayapti unaqa. Sizlarga maslahat beraman, sizlar bilan qo'yayotgan bo'lsanglar meni ketamdan pardali qo'ymaylar. Oddiy eshikli qo'ysanglar daryo chiroyliroq turadi. Pardalar o'sha menga yoqmay ketyapti.
keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona bu yoqda tomiga ishni qo'ygan. Keyingi xona albatta bu ko'k rangli xona bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Ko'k rangli xonada albatta do'stlar cho'miladigan xona bo'ladi. Bu yoqqa vanna, hojatxona, rakovina qo'yamiz. Xullas, shunaqa cho'miladigan xona, vanna quramiz. Mana okeandek, ko'ldek mana vashshe kattaligini qaranglar, mana bu vannani men tegimda. Bu yerda rakovina mana bo'yimdan balandroq, hojatxona tualet mana bo'limdan balandroq. Mana buni qaranglar, bu yoqqa parda osib qo'yamiz. Suv chaqirmasligi uchun tepasiga ushlab turishni bunaqa narsalar qo'yib qo'yamiz albatta. Bo'ldi, endi o'tirib ko'ramiz bitta. Mana yo'q, cho'kib ketaman hojatxonada. Mana tualetda cho'kib ketaman. Yo do'stlar, bu yoqqa albatta so'ng qo'yib qo'yamiz-da. Sochiq ana bo'ldi. Vannali xona tayyor bo'ldi. Keyingi xonaga ham o'tsak bo'ladi. Oynani qo'yib qo'yamiz. Ikkita tepaga qo'yib qo'yish kerak. Pastga qo'yish kerak emas. Albatta vannada oynani o'zi oyna bo'lmasa ham bo'lardi. Mana qaranglar, odam yuziga o'xshab qoldi. Bo'ldi, endi qaysi xona qursam bo'lar ekan? Endi sariq xonamikin? Oppa, tomiga ham narsa qo'yoqchinim-ku axir do'stlar. Men vannali xonada jakuzi qo'yoqchinim, massajli basseyn qo'yoqchiman. Hazza qilib cho'g'ilsa bo'ladi. Oynaga qarab, oynaga emas, dashi havolarga qarab, bulutlarga, osmonga qarab cho'g'ilsa bo'ladi mazza qilib. Voy, do'stlar, mana shu paschumuni hazillashdim. Videoni tugatib cho'milib boraman keyin. Sizni qo'yib chiqsammikan, sizni qo'yib qo'ysammikan bu yoqqa chiqib yurish uchun, yo sizdan nima qilaman? Qo'yib ko'rishcha o'zi chiqib yuraman. Yo, g'alayotgandir, baribir biz qo'yapti chiroyli chiqyapti. Shunda ham shuning uchun sariq xona nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Sariq xona albatta men ovqat deb o'ylayman. Shuning uchun bu yoqqa oshxona qo'yamiz. Sariq rangni sizlar men ovqat deb o'ylayman. Agar shunaqa narsalar bo'lsa, uy qurishlar bo'lsa, shuning uchun bu yoqqa plitkalar qo'yaman, xolodilnik qo'yaman albatta. Xolodilnik va bunaqa rakovina yoniga qo'yib qo'yaman. Albatta plitani yoniga qo'ymagan, endi pishiradigan narsani oldiga. Bo'ldi, joy ham ekonom bo'ldi. Tepaga endi bunaqa shkaflar qo'yib qo'yamiz. Albatta vычеркali shkaflar bo'lish kerak bu yerda. Bilmayman, bo'yim past bo'lsa nimaga bunaqa katta oshxona qo'ydim. Ana tepaga shkaf ochaman. Satomada kreativ bor, bunaqa sabzilar qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa pichoqlar qo'yib qo'yamiz. Ko'p men oynani qo'yoqchiman bu yoqqa. Davay bu yoqqa bitta qo'yamiz, bitta bu yoqqa qo'yamiz, bitta bu yoqqa qo'yamiz. Ana tayyor bo'ldi, bu yoqqa ham bitta. Oppa, ana bo'ldi do'stlar, hammasi tayyor bo'ldi. Bo'lmasa keyingi xonaga o'tsa ham bo'ladi. Oshxona bu oddiy xona, eng kerakli xona do'stlar, ovqat yeyishga. Eng zo'r xonani endi hozir quramiz. To'xtalar, tepaga bitta zonasi qo'yoqchiman. Jakuzi qo'ydim oyoqqa. Bu yoqqa esa albatta oshxonaning tepasiga stol qo'yish kerak-ku. Mana stol qo'ydim, stol ham qo'ydim, ikkita bu yoqqa ham qo'yib qo'yamiz o'tirish uchun. Mana shu qo'ysamgina yoki men zabordan hozir o'taman bu yoqqa. Cho'tga chiqdi oshxona, lekin Mametga hozir yoqqa o'tamiz ekan. Zabor qarab bergan. Shuning uchun buni biz tashlash kerak mana bu narsasini. Bitta bissamikan yoki ikkita bissamikan. Ana bo'ldi, ikkita biz tashladim. To'g'ri do'stlar, to'rt chiroyli bo'lishi buni ham biz tashlaymiz. Ana bo'ldi tayyor. Lekin naqib qo'ysa ham bo'ladi-yu. Bo'ldi, shu turadi, shikarniy turadi endi yoki pastga ham naqa birlashtirib qo'ysa bo'ladi dasha. G'alati chiqdi, o'zi turgani yaxshi edi. Bo'ldi, endi mana shu chiroyliroq chiqdi dasha. Zo'r chiqdi, narsalar kerak emas. Hozir menga keyingi xonaga o'tsa ham bo'ladi. Bu yerda shunday vanna xona, bu yerda shunday yashil xona. Aytdim-ku do'stlar, bitta xona bir xil bo'lmaydi, qiziqroq bo'ladi deb. Yashil xonaga albatta men aytganimdek, o'yin xonasi qurmoqchiman. Gamerskiy xona o'ynab o'tirish uchun. Bu yerda panoramli oyna qo'yoqchiman, katta oyna qo'yoqchiman. Xullas, ko'chaga qarab turish uchun. Bu yoqqa ham oyna dizayn bo'ladi bu do'stlar. Bu yoqqa kompyuterlar qo'yoqchiman. Kompyuter yosh bola endi ish qilish uchun, ish qilishmaydi, yosh bola to'g'rimi, kompyuter o'ynab o'tiradi. Mana ikkinchi monitorda anaqa ham ochib, mana Minecraftda stol qo'yib qo'yamiz. Stol menga qo'ydim, bilasizlar, bunaqa aylanib yurishga bu stoldan. Bo'ldi, hamma xonani qurib bo'ldimi deyman. Bu yerga tomga yana o'ynaydigan xona qurmoqchiman. O'yinchoqli o'ynaydigan xona qurmoqchiman. Yosh bo'laman-ku, axir men o'ynashim kerak-ku. Shuning uchun qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Bu yoqqa o'yinchoq qo'yib qo'yamiz bunaqa. Bu yoqqa shunday vanna bor. Bu yoqqa mana qaranglar. Juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Qanaqa o'yinchoqlar qo'yib qo'ysam, ularga bu yoqqa bekor hammasi sig'maydi, hammasi qo'yib qo'yardim bo'lmasa, shuning uchun ozginchasi qo'yib qo'yamiz. Albatta, olamiz quyonchi, albatta kubik bo'lish kerak do'stlar. Qo'yib qo'yamiz kubik damiz biz hozir. Shuning uchun bu yoqqa quyonchi qo'yib qo'yamiz bunaqa.
Manaqa kubik, rubik qo'yib qo'yamiz. Rang-barangli bir bola pianino desam bo'ladi kichkina. Hammasi tayyor bo'ldi do'stlar. Shar qo'yib qo'yamiz ani yosh bolalar uchun. Sizlar ham xuddi shunaqa ketimdan qaytarib qursanglar bo'ladi bo'lmasam. Agar mana shu video ko'rganlardan keyin yana bir marta chiqasizlar va grafik raslar videoni yoqib yana bir marta video shuni ko'rib qursanglar bo'ladi. Sizlar ham zo'r chiqasizlar degan menga o'xshagan mamnun qaranglar. Xuddi menga qaytarsanglar kreativ bo'lmasa, nomayli kreativ bo'lmasa ham qursa bo'ladi bu narsani. Lekin zo'r bo'ldi hammasi do'stlar. Mana masalan men guldan ham uy qura olaman. Uy qurishlar menga juda ham yoqadi. Chunki mamnun qaranglar qizilxona, yotoqxona mazza qilib dam oladigan xona, ko'k xona, bu yerda vanna, to hojatxona, bu yerda ham kerakli xona, bu yerda jakuzi mazza qilib o'tirasizlar. Hamma xona xullas kerakli bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz, sarixonaga kiramiz, sarixona oshxona eng keraklisi desa ham bo'ladi. Qanaqa xona qoluvdi bizda bo'ldimi tuganimi yoki yana bitta xona qoluvmidi? Mana yashil xona albatta o'ynaydigan xona. Bu unchalik kerak emas, lekin kerak qoladi do'stlar. Shunaqa qurish menga yoqadi, вообще yoqadi menga qurish. Xohlagan narsalardan qurib beraman. Oldingi safar tort ichida uy quruvdim. Men даже gul ichida ham qura olaman. Gulni kattaroq qilib ichida uy ham qura olaman. Любой narsa uy qura olaman. Ishoninglar, menga shu narsa yoqadi chunki botiroslar sizlar bilan xayrlashim kerak. Bugun biz sizlar bilan to'rtta rang-barangli kubik ichida uylar qurdik. Like bosishni, obuna bo'lishdan chiqmasdan keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar.